Assalomu alaykum, hurmatli tinglovchilar. Efirda siz kutgan kutilmagan qo'ng'iroq loyihasi. Ushbu loyiha boshlovchisi Nodira Begim sizlar bilan. Bugun bizga kelib tushgan tabriklarimiz bilan sizlarni tanishtiramiz. Marhamat, e'tiboringiz biz bilan bo'lsin. Qani ketdik. Alo, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Shoiraxon opajon, siz bilan bog'landikmi? Ha, nima qilyapsiz? Yaxshimisiz, sog'monmisiz? Biz tabriklar loyihasidamiz. Kutilmagan qo'ng'iroq. Ushbu loyiha boshlovchisi Nodira Begim bo'laman. Avvalo sizni bezovta qilgan bo'lsak, uzr so'raymiz. Yo'q, rahmat. Bugun siz uchun naqadar unutilmas, muqaddas kunlardan biri ekan. Bugun sizni Rayhonaxon qizingizning tavallud ayyomlari ekan. Ilk yoshlari, 1 yoshlari bilan samimiy muborakbod etamiz. Rahmat opa, sog' bo'linglar. Rahmat. Alloh taolo bunday nurli sanalarni hayotingizda yana ko'plab nasib qilsin. Ilohim katta qiz bo'lsinlar, umrlari uzoq bo'lsin. Baxtingizga doimo sog' salomat bo'lsinlar. Aytganingizdek rahmat. Ertaga sizni ham tavallud ayyomingiz ekan. Sizni ham shu o'rinda alohida tabriklab qolamiz. Qarshi olayotgan 29 yoshingiz umringizning eng fayzli, barokatli yoshlardan biri bo'lsin. Opa, men tanimadim. Opajonim, bugun bizning loyihamizga yaqin insoningiz tabriknoma maktublarini yo'llaganlar. Nima deb o'ylaysiz? Kim yo'llagan bo'lishi mumkin? Kim yo'llabdi? Kim yo'llagan bo'lishi mumkin? Taxmin qilib ko'rasizmi? Bilmadim, go'zalning rafiqalari. Yana kim bo'lishi mumkin? Bilmadim, tinchib. So'ratma qildim demadi, endi gaplashaman. Albatta aytishmaydi-da, biz kutilmagan qo'ng'iroq loyihasidamiz. Kutilmaganda bo'lishi kerak. Taxmin qilib ko'rasizmi, sizni eng yaqin insoningiz? Insonim, go'zalning oldin ota-onam. Albatta, onajoningiz Mamlakatxon opa nomlaridan yetib kelgan ekan. Shu bilan birga qizingizning opoqalari Alijon aka, xolajonlari Barnoxon, tog'alari Asadbek, kenaylari Gulnozaxon, jiyanlari Arofatoy, Allohberdi, Saxodatxon, Abdullohlar nomidan ham tabriklayman deya yo'llagan ekanlar. Rahmat, anjolar sog' bo'linglar, baxtimga sog' bo'ling. Ilohim, siz ham mana shunday yaqinlaringizni baxtiga doimo sog' salomat, shod xurram bo'lib yuring. Rahmat opa, sog' bo'linglar sizlar ham. Rahmat. Opajonim, ruxsat bersangiz, bu jonlari, ya'ni onajoningiz nomidan yetib kelgan tabriknomalarni Alloh qodir qilganchalik o'qib eshittirsam maylimi? Mayli opa. Minnatdorman. Assalomu alaykum. Mening jondan aziz qizalog'im Shoiraxon va aziz nabiraginam Rayhonaxon. Bugun xonadonimizda katta shodiyona. Mening shirindan shakar jajji nabiram Rayhonaxon bugun roppa-rosa 1 yoshga to'ldi. Umring uzoq bo'lsin, qadaming qutlug' kelsin. Nabirajonim, ota-onangni va biz bu joningni baxtiga doimo sog' salomat bo'lib, o'ynab kulib yurgin. Bu quvonchimizning davomi bor. Ertaga esa meni mehribon qizim Shoiraxonning ham tavallud ayyomi. Qizalog'im Rayhonaxon senga Tangrimning eng go'zal ramziy sovg'asi bo'lgan edi. Seni ham kirib kelayotgan yoshing bilan chin qalbimdan tabriklayman. Opajonim Yulduzxon opaga ham alohida rahmat aytaman. Nevaralarimni katta qilib yordam berganlari uchun. Ilohim sog' salomat bo'lsinlar. Oilangizga baraka, dilingizga xotirjamlik tilayman. Kuyovim bilan qo'sha qarib, Rayhonaxonning va yana shunday shirin farzandlaringni kamolini ko'rib, birgalikda baxtli bo'linglar. Allohim sizlarni o'z panohida asrasin. Baxtingiz hamisha butun bo'lsin. Shirin qizim,
gulimsan o'zing. Farishtamsan, yoqar har so'zing. Doim shunday kulsinda ko'zing. Erkatoyim, jannatim qizim. Gullar kabi ochilib turgin. Quvonch baxtga sen to'lib yurgin. Onajonim deb bir quchoqlab qo'ygin. Erkatoyim, jannatim qizim. Ko'zlaringda ko'rmay aslo dard. Hayoting ham bo'lsin shirin qand. Halol bo'lib yashagin sen mard. Erkatoyim, jannatim qizim. Yana bir bor tabriklayman. Tavallud ayyoming muborak bo'lsin. Nabirajonim va qizalog'im deya mana shunday go'zal tabriknomalarni sizlar uchun yo'llagan ekanlar. Rahmat, baxtimga ota-onam sog' bo'lsin, ilohim yuziga kirgizsin. Ilohim onajoningizning rahmat, onajoningizning samimiy tilaklari ko'nglingizdan joy olib, kayfiyatingizni ko'tara oldi degan umiddamiz. Rahmat. Yoqqan bo'lsa xursandmiz. Opajonim, agar onajoningiz sizni tinglab turgan bo'lsalar, ularga bir og'iz gap aytish imkoniyati bo'lsa, nima degan bo'lardingiz? Onajonimga ming rahmat aytaman, meni tug'ib shu voyaga yetishganiga. Baxtimizga sog' bo'lsin, dadam bilan umrlar uzun bo'lsin. Ular ko'zini ko'rib yuribdi. Baxtimga sog' bo'lsin, ilohim. Inshaalloh aytganingiz kelsin. Opajonim, ayni damda ijodiy guruhimiz tomonidan suhbatimiz yozib olinmoqda. Shuning uchun oila a'zolaringiz, boshqa bir yaqinlaringiz uchun ham tilaklaringiz bo'lsa, ayta olmagan gaplaringiz bo'lsa, marhamat eshitamiz. Ukam Rossiyada, ukam omadini bersa, baxtimizga sog' bo'lsin. Bolalarimni baxtiga xo'jayinman, sog' bo'lsin, ilohim. Farzandlarimiz rohatini birgalikda ko'rib yuraylik. Ikkala farzandim ham esli, hushli bo'lsin. Inshaalloh aytganingiz kelsin. Mayli opajonim, sog' salomat bo'ling. Bo'pti, rahmat opa, sizlarga ham. Rahmat sizga ham samimiy suhbatingiz uchun. Alloh panohida bo'ling, sog' bo'ling. Bo'pti, rahmat. Rahmat, ushbu go'zal taronalarimiz ham siz uchun yangraydi. Marhamat. Bolamiz birga deb juda ham ishondim. Sen bilan orzu